Tadbirkorlarning 95% tushadigan bu xatoga siz tushmang. Videoni oxirigacha ko'ring va bu xatoni nima ekanligini birga ko'rib chiqamiz. Firma egalari firmani korporativ kartasini shaxsiy xarajatlarida ishlatishadi. Misol uchun, o'zini shaxsiy avtomobiliga yoqilg'i quyishadi, restoranda ovqatlanishadi va boshqa shaxsiy ehtiyojlari uchun xarajatlar qilishadi. Ko'pchilik buni kompaniya xarajatlari deb o'ylaydi. Aslida xato shu joyda boshlanadi. Ushbu xarajatlar kompaniya faoliyati bilan bog'liq bo'lmaganligi sababli chegirılmaydigan xarajatlar sifatida qabul qilinadi. Natija nima bo'ladi desangiz, bu xarajatlar foyda solig'idan chegara olmaysiz va 15% foyda solig'iga tushasiz. Soliq idoralari buni sizni daromadingiz sifatida ko'radi va 12% daromad solig'i ham hisoblaydi. Xulosa qilib aytganda, korporativ kartani shaxsiy ehtiyojlar uchun ishlatganingizda umumiy soliq yuki 27% ga chiqadi. Bu ko'pchilik bilmasdan qiladigan eng qimmat xatolardan biridir. Shu o'rinda savol tug'iladi. Xo'sh, korporativ kartani qaysi xarajatlarga ishlatishim mumkin? Izohlarda bir raqamini yozing, sizga bu xarajatlarning to'liq ro'yxatini yuboraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing va shunga o'xshash qiziq ma'lumotlarni bilib borish uchun meni profilimga obuna bo'lishni unutmang.